qo'yib maqsadga erishaman deyotganinglarda ishoninglar, qarshiliklar bo'ladi. Ishoninglar, manaqadir to'sqinliklar bo'ladi. Ishoninglar. Kimdir aqlli chiqadi-da, qaysi aqlli o'zi qila olmagan. Chunki o'zing sen qila olmaysan degan inson o'zi qila olmagan bo'ladi. Kimdir chiqadi-da, sen qila olmaysan deb to'sqinlik qilishligi mumkin. Mana shu yerda meni gapim eslaydi. Mana shu yerda o'zingizga savol bering. Xo'p, qila olmadim. Xo'p, erisha olmadim. Xo'p, kimningdir gapini qonun qilib men to'xtadim. Keyinchi bu safar to'xtatgan, keyingi safar ikkita bo'lib kelib to'xtatadi. Bu safar qo'rqitgan qo'rquv keyingi safar yana ham kattaroq oblik oladi. Yana ham kattaroq kuchi bilan keladi. Va bu narsa hech qachon tugamaydi. Agar bir kuni siz o'zingizga men jabrdiyda emasman, men bu dunyoga yolg'onga qul bo'lgani kelganim yo'q, men bu dunyoga aynan Alloh bilan do'g'rimni bajarishga, har bitta inson bu yoqqa kelayotganda Alloh bilan o'rtasida do'g'ri bo'ladi. Men boraman, men qila olaman va men buyukligimni mana shu tanam, ruhimning buyukligini tanam orqali ko'rsataman degan do'g'ri bilan keladi. Lekin ishoning, agar siz bu do'g'riga amal qilmasangiz, siz o'zingizni hech qachon na million dollarov, na bilmayman tam roskoshniy mashina, bilmayman tam roskoshniy uylar, tam полный обеспечительlar, yosh qizlar, zo'r erga tegsa maza qilib baxtli yashayman degan niyatni olib tashlaylar. Bular sizlarni baxtli qilmaydi. Bular sizni haqiqiy ichki ana shu alhamdulillah degan kalimani ayttirgizmaydi. Kalimangiz tilingizda bo'lib qoladi, noilojlikdan. Hozir noshukr bo'lsam gunohkor bo'laman. Lekin sizda mana shu yuragingizdan chiqsin. Yuragingizdan ham otilib chiqsin. Va qarabsizki, atrof muhit oldiga keladi. Senga nima bo'lgan deydi? Nega bunaqa ko'rinishing chiroyli deydi? Nega hayoting chiroyli deydi? Nima bo'lgan? Va shunda siz aytib berasiz. Men haqiqiy shukr qilishni o'rgandim. Qachon o'rgandim? Qo'rquvlarimning ustidan g'olib bo'ldim. Yolg'on menlarga rahmat aytib, sizlar yomonsiz, ajdodlar, sizlar xato qilgansizlar va men bugun qiynalyapman deb emas. Rahmat menga shuncha meros qilib ketgan energiyangizni men bugun to'g'ri yo'nalishga to'g'rilay oldim va nima qilyapman? Mana sakinat mana shu yerdan boshlanadi. Mana rohat mana shu yerdan boshlanadi. Mana bu rohat o'suvchi.